Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz navbatdagi obyektimizni tugatdik. Xudo xolasa bu yerimiz shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Manfaatli va foydali video bo'ladi. Xudo xolasa tadbirkor akalarimizga, mol boqamiz degan akalarimizga o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bu joyimiz molxonaga tayyorlangan obyektimiz. Lagalarimizni ham ko'rib baho beraverasizlar. Mana 1 metrdan tashalgan lagalarimiz. Uzunasi 13 metr, eniga 6,5 metr bo'ldi. Xohlasa mana tunigiga tayyorki bo'ldi obyektimiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab baho beraverasizlar mana. Xulosasi molxonaga tayyorlangan joyimiz mana. Mol boqaman, qo'y boqaman degan akalarimizga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Xolasa. Oz tepadan olib beramiz, oldin xolos tepadan olib ko'rasizlar. Mana tepa ko'rinishlari. Shu atali holatda tayyorlab berdim mana. Ikkinchi etajga tayyorlangan holatda. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab baholasa pastga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.